Assalomu alaykum shopir akalar. Hop, bugun gazel mashinasini olib qoldik. Bu akalarimiz Toshkentdan kelibdi. Ishlarimizni ko'rib, aka bizga ham shunaqa bir baquvvat bir mashina motor qo'yib bering deb. Bo'ldi keldik. Hozir o'z eski motorlarni olib tashlaymiz. O'rniga turbinalik motorlar qo'yamiz, avtomat qilib. Bu mexanika turibdi hozir. Mexanikadan charchadik dedi. Ha, bo'ldi aka, sizlarga hozir avtomat motor qo'yib beramiz. Mana ko'rishlaring mumkin. Mexanikada turibdi. Bularni olib tashlab, o'rniga akkuratni qilib, avtomat tricheklardan qo'yib, avtomat qilib zavod qilamiz bu mashinani. Xo'p, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqa chiqib ko'rasizlar. Shunaqa gazelchidan ishlaymiz bo'lsa, tashlab qo'yaverasizlar.